Luqman suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 34 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu hikmatli kitobning oyatlaridir. U taktil erkan bilan namoz o'qiydigan, Allohning rizosini tilash yuzidan ko'ngil ozodligi bilan zakot berdigan va oxiratga jazman ishondigan yaxshi ish qilguvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. Aşular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorning to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Ana shular maqsadga erishguchilardir. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxara qiladi. Ana shular xo'r qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qo'lqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq silishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ey Muhammad, uningga qattiq azob bilan xush xabar bergin. Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar nozu-ne'matlik jannatlarga kirdi. U jannatlarda ular mangu qoladi. Bu Allohning rost va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah osmonlarni to'g'riksiz yaratdiki, sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Ziminda turli jandorlarni yaratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan ziminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Mana bular Allohning yaratgan maxluqotlaridir. Manga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi. Balki zolimlar o'p-uchuq gumrohlikdadir. Biz Luqmanga haqiqatan hikmat ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgin. Kimki shukr qiladi ekan, o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladi ekan, shubhisizki Alloh bandalardan behojatdir. Madiyaga loyiqdir. O'z vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir", dedi. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rsqida usti-ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni amchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomilda bo'lgin, ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Menga toat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib berman. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, u uyul tashning ichida. Ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qetida yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchki kuzatguchidir, hammadan xabardordir." Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida taktil erkan bilan o'qigin. Kishilarni yaxshilikqa buyurgin, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilgin. Chunki haqiqatga da'vat qilguvchi arziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilish uchun iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ziminda g'adib mangmag'in. Alloh haqiqatan g'akavur, o'zni cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. O'tir hal mang'in. Ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bilmamsizlarki, Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yoshirun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh borasida jidallashidi.
Agar ularga Alloh nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bovlarimizning diniga agishimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yanla ota-bovlarining diniga agishamdi. Yaxshi ish qilg'uchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimki kofir bo'ladi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargoyimizga qaytidi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Alloh haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahriman qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Alloh haqiqatan maxluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir, madiga loyiqdir. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyoh bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, sizlarning dastlabki yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirilishiga o'xshashdir. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Allohning kechini kunduzga va kunduzni kechiga kirgizdiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirdiganligini ko'rmamsan. Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z orbitasida sayr qiladi. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Bu shuning uchunki Alloh haq ilohdir. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari batildir. Alloh olidir, buyukdir. Ko'rmamsanki, kemilarning Allohning marhamati bilan dengizda yurishi, Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir sabr qilg'uchi, shukr qilg'uchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Dengizda ularni tog'lardek to'lqinlar o'rib olgan chaqda, ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Alloh ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib, quruqlikqa chiqargan chaqda, ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor, Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarni o'rinlash, man'i qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolami otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachidondikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bijirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nemish bo'lganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir, shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir.